2023-yilning 2-3 noyabr kunlari Astana shahrida Turkiy davlatlar tashkilotining navbatdagi 10-sammiti bo'lib o'tdi. Ushbu sammitda O'zbekiston rahbari prezidentimiz ishtirok etib, qator tashabbuslarni ilgari surdilar. Ushbu tashkilotning bevosita maqsadi turkiy xalqlarda, turkiy davlatlarda jipslashtirish, ular o'rtasida savdo hamkorlikni yana ham kuchaytirish, tovar ayirboshlash, o'zaro davlatlararo hamkorlikni yana ham mustahkamlashdan iborat hisoblanadi. Dastlab Turkiy davlatlar kengashi sifatida e'tirof etilgan ushbu tashkilot 2021-yil Istanbulda bo'lgan sammitda alohida bir tashkilotga aylandi. Mamlakatimiz prezidenti Astana shahrida bo'lib o'tgan navbatdagi yig'ilishda 6 ta muhim tashabbusni ilgari surdilar. O'zbekiston rahbari hozirgi kunda Turkiy davlatlarda, tashkilotga a'zo davlatlarda yashayotgan aholi 160 milliondan oshiqligi, bu bir katta kontingent ekanligi, iqtisodiy hamkorlik yana ham mustahkamlash uchun bir jozibador tajriba zarurligini ta'kidlab o'tdilar va shu o'rinda Turkiy davlatlar xartiyasi degan bir muhim hujjatni qabul qilish va ushbu hujjat asosida Turkiy mamlakatlari madaniy, ijtimoiy, siyosiy tomonlama hamkorligini mustahkamlashga qaratilgan tashabbus sifatida baholandi. Yana shu bilan birgalikda O'zbekiston prezidenti tashabbuslardan birida yaqinda boshlangan Turkiy investitsiya forumini yana ham rivojlantirish va shu o'rinda kelajakda Turkiy davlatlar a'zolari ishtirokida yangi bir Turkiy davlatlar bankini tashkil etish va ushbu bank muassasasini Toshkent shahrida joylashtirishga tashabbus qildilar. Bu o'rinda aytish mumkinki, oxirgi 6-7 yilda O'zbekistonni tashqi savdosidagi mana shu Turkiy davlatlarda ulushi nihoyatda oshganligini ko'rishimiz mumkin. Xususan 17-yilgacha asosan bu tashkilotga kirgan Qozog'iston yoki Qirg'iziston bilan iqtisodiy hamkorligimiz yo'lga qo'yilgan bo'lsa, qisqa davrda Turkiya davlati bilan savdo hamkorligimiz ham ancha rivojlandi. Investitsiya va innovatsion loyihalarni targ'ib qilishda ushbu davlatlar bilan hamkorligimiz yana mustahkamlanganini ko'rishimiz mumkin. Keyingi bir tashabbus sifatida ta'kidladilarki, ushbu davlatlararo transport logistika tizimini takomillashtirish. Albatta bu juda zarur, iqtisodiyot uchun juda kerak bo'lgan transport tarmoqlarini rivojlantirish, o'zaro hududlararo transport tarmog'ini hamkorligini rivojlantirish va eng muhim bir tashabbuslardan biri Toshkent shahrida mana shu Turkiy davlatlar tashkilotlarining transport hamkorligi tashkilotini va uning muassasasini Toshkentda joylashtirishda bir tashabbus qildilar. Shu o'rinda bu tashabbuslarni ko'radigan bo'lsak, deyarli mana shu hozir ta'kidlab o'tgan uchta taklifning o'zida O'zbekiston o'zini qaysidir ma'noda yangi qirralarini va Turkiy mamlakatlarida ham o'z navbatida bizga jalb qilish, O'zbekistonga jalb qilish g'oyalari mavjud bu tashabbuslarda. Aynan 2021-yil Istanbulda bo'lgan sammitda O'zbekiston rahbari tashabbus qilgandilar. Mana shu Turkiy mamlakatlar xalqi orasida o'ziga xos bir madaniyatga, san'atga hissa qo'shayotgan insonlar uchun Alisher Navoiy nomidagi mukofot ta'sis etish haqida ta'kidladilar. Bu ta'sis etildi albatta va keyingi bir takliflarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, aynan mana shu Turkiy davlatlar o'rtasida madaniy, ilmiy, texnikaviy yoki aytaylik o'sha hamkorlik sohalarini rivojlantirish maqsadida jadid allomalarda ta'kidlab o'tdilar va 2023-yilning dekabr oyida Toshkentda jadidlarga bag'ishlangan, jadidlarning ilmiy ma'rifiy qarashlariga bag'ishlangan konferensiya o'tkazishda mana shu tashkilot vakillarini taklif qilishganliklarini biz ko'rishimiz mumkin. Bizga ma'lumki, jadidlik harakati 19-asr, 20-asr boshlarida shakllangan bo'lsa, buni Turkiyada ham vakillari, albatta Qozog'istondan vakillari yoki mana bu qo'shni mamlakatlarda barcha turkiy xalqlarni jipslashtirishga qaratilgan namoyandalar bo'lgan va bu namoyandalar bevosita mustaqil mamlakat taraqqiyot ettirishga qattiq hissasini qo'shishga o'zini demak tashabbuslarni ilgari surgan. Shu bilan birgalikda mana shu tashabbus bevosita mamlakatimizda olib borayotgan tadqiqotlarga va turkiy mamlakatlari yana ham jipslashtirishiga, o'sha 19-20-asrda bu turkiy xalqlar birlashishga intilgan, afsuski mustamlaka rejimi bunga yo'l qo'ymaganligini biz ko'rishimiz mumkin. O'zbekiston rahbari turkiy davlatlar a'zolari orasida mana shu sammitni o'tkazayotgan mezbon mamlakat rahbari tomonidan Turkiy dunyo lideri degan o'ziga xos bir mukofot bilan taqdirlandilar. Bu mukofot bevosita davlatimizda mana shu turkiy mamlakatlarda hamkorligini kuchaytirish, o'ziga xos tinchlikni ta'minlash. Nutqda ham Qozog'iston rahbari ta'kidlab o'tdi. Mana shu hissa uchun O'zbekiston rahbari taqdirlanishini ta'kidlab o'tganligini ko'rishimiz mumkin. Ozarbayjon rahbari o'zining ma'ruzasida aytdiki, O'zbekiston rahbari Ozarbayjonga tashrifi davomida Fuzuli shahrida o'zbek xalqini
qaysidir ma'noda o'sha milliy taraqqiyotiga ham, madaniyatiga ham hissasi bor bo'lgan Fuzuliy shahrida yangi maktab qurilishiga O'zbekiston hissa qo'shayotganligi minnatdorlik bildirib va O'zbekiston prezidentining o'z nutqida Ozarbayjonga tabrigiga o'ziga xos minnatdorlik bildirganligini ko'rishimiz mumkin. Yana bir narsani ta'kidlash kerak, Rajab Tayyip Erdo'g'on mana shu sammitdagi ma'ruzada ta'kidladiki, o'zaro mamlakatlarni jipslashtirish va o'sha yuqorida O'zbekiston rahbari tashabbus qilgan bir tashabbusni yana ham qo'llab-quvvatladi desak bo'ladi. Xususan shu Qorabog' hududini Ozarbayjonga to'liq o'tishi va Nixechuan aro shahridan o'sha yo'lak o'tishi Turkiyani Markaziy Osiyo davlatlari bilan yo'lak aro o'zimizni ota yurtimiz bilan bizni bog'ladi degan bir tashabbusni ilgari surdi. O'z ma'noda mana shu 10-sammit ham O'zbekiston uchun ham samarali o'tdi. O'zbekistonni ijtimoiy, iqtisodiy taraqqiyotiga va qolaversa hamkor aloqalarni rivojlantirishga va mana shu davlatlar aro a'zo mamlakatlarda O'zbekistonga o'ziga xos investitsion muhitini yana ham qo'llab-quvvatlashga hissa qo'shadigan bir tashabbuslar sifatida buni baholash mumkin. Ushbu sammit O'zbekiston uchun samarali o'tdi. O'zbekiston rahbarining tashabbuslari qolgan mamlakatlar xalqaro hamjamiyatda aro qo'llab-quvvatlandi. Bu o'rinda yana ikkita muhim masalani O'zbekiston prezidenti ta'kidladi. Bugungi kunda Yaqin Sharqda bo'layotgan muammo Falastinga bevosita o'sha BMT rezolyutsiyasi orqali ikki xalqqa alohida bir davlat maqomini berish va bu orqali tinchlikni ta'minlash mumkinligini ta'kidlab o'tdi. Shu bilan birgalikda dunyoda kuzatilayotgan ayrim jarayonlar Afg'onistondagi vaziyatdan dunyo davlatlarini, jahon hamjamiyatini chalg'itayotganligi, Afg'oniston uchun bevosita Markaziy Osiyo va Turkiy mamlakatlarida qaysidir ma'noda bir qo'shnisi hisoblangan bu mintaqa uchun ham biz e'tiborni kuchaytirishimiz, gumanitar yordamni kuchaytirishimiz va bizga tinch va farovon Afg'oniston kerak ekanligini ta'kidlab o'tdilar. Bu tashabbuslar albatta nafaqat O'zbekiston, Turkiy mamlakatlarida o'zini taraqqiyoti uchun ham xizmat qiladi va Turkiy mamlakatlarda yana ham jipslashiga, yana ham taraqqiyotiga va dunyoda kuzatilayotgan mana prezidentimiz ma'ruzada ta'kidlayaptilar. Hozirgi kunda mana ishonch muammosi, davlatlar bir-biriga ishonish jarayoni kuchsizlanib borayotganligi. Bu borada Turkiy mamlakatlar aro hamkorlik ishonchga, ya'ni o'sha tinchlikda, hamkorlikda o'rnatishga katta hissa bo'ladi degan ma'nodagi ma'ruzalar ta'kidlandi. O'zbekiston tomonidan taklif qilingan amaliy takliflarda amalda ijro etilishi albatta o'sha davlatlarda ham yana ham taraqqiyotiga, rivojlanishiga o'ziga xos bir hissa bo'ladi.